Salom aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch mavzuni muhokama qilamiz. Mavzu shunchalik jiddiyki, uni bilmaslik jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. 1 maydan boshlab nafaqaxo'rlar hayotida avvalgidek bo'lmaydi. Ko'pchilik qo'rqqan narsa ro'y berdi va endi bu haqida ochiq gaplashish va to'g'ri tushunish vaqti keldi. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r, har bir oila uchun o'ta muhim. Chunki u nafaqat pensiya miqdoriga, balki ijtimoiy imtiyozlarga va har kungi hayotga ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling, ushbu videoga like bosing va do'stlaringizga ulashing. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamlar bilishi kerak. Asl muammoning mohiyati xo'sh, aynan nima o'zgardi va bu nimani anglatadi? Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini ko'rib chiqaylik. Keyin esa yangi tartib qanday joriy etilganini tushunamiz. Ilgari ko'pchilik nafaqaxo'rlar uchun nafaqa olish jarayoni ancha sodda va barqaror edi. Asosiy pensiya to'lovlari muntazam ravishda amalga oshirilardi va ko'plab qo'shimcha ijtimoiy imtiyozlar, masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar, bepul jamoat transporti chiptalari yoki dorilarga chegirmalar ko'pincha avtomatik ravishda tayinlanar yoki juda osonlik bilan yangilanardi. Ba'zi imtiyozlar hatto eskirgan qoidalarga asoslanib berilishi mumkin edi va buning uchun nafaqaxo'rlardan muntazam ravishda qayta tekshiruvdan o'tish talab qilinmasdi. Ko'p hollarda, ayniqsa ishlamaydigan nafaqaxo'rlar uchun bu qo'shimcha yordamlar uzoq vaqt davomida hech qanday yangilashsiz saqlanib qolardi. Bu esa ularda ma'lum bir xotirjamlik va ishonch tuyg'usini uyg'otgan edi. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini yanada shaffof, adolatli va zamonaviy qilishni maqsad qilganini e'lon qildi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgardi. 1 maydan boshlab O'zbekiston bo'ylab ishlamaydigan nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan barcha qo'shimcha ijtimoiy imtiyozlar va alohida nafaqalarni qayta tekshirishning yangi, yagona va majburiy tizimi ishga tushirildi. Bu shuni anglatadiki, ilgari avtomatik tarzda yangilanib kelgan yoki hech qanday tekshiruvsiz berilgan ba'zi imtiyozlar endi kafolatlanmaydi. Maqsad nima? Asosiy maqsad ijtimoiy yordamni chinakam muhtojlarga yetib borishini ta'minlash. Firibgarlikning oldini olish va mavjud ma'lumotlar bazalarini yangilash. Bu shunchaki kichik o'zgarish emas, bu butun tizimning qayta ko'rib chiqilishi. Ko'pchilik buni qo'rqqan narsa deb atamoqda. Chunki u ba'zi nafaqaxo'rlarga qo'shimcha qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Ayniqsa raqamli texnologiyalar bilan ishlashga qiynaladigan, uzoq joylarda yashovchi yoki sog'lig'i yomon bo'lgan keksa yoshdagilar uchun bu jarayon ancha murakkab bo'lishi mumkin. Bu o'zgarish faqatgina nafaqani olish tartibiga emas, balki nafaqaxo'rlarning ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlariga ham ta'sir qiladi. Birinchi asosiy qism, batafsil tahlil. Xo'sh, siz bu vaziyatda nimani bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Eng avvalo shuni tushunish muhimki, bu o'zgarishlar sizning asosiy pensiyangiz miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Ya'ni, agar siz davlatdan faqatgina asosiy pensiya olsangiz va hech qanday qo'shimcha imtiyoz yoki subsidiya olmasangiz, sizning pensiyangiz o'zgarmasdan avvalgidek to'lab beriladi. Gap qo'shimcha ijtimoiy nafaqalar, imtiyozlar va subsidiyalar haqida ketmoqda. Bu jarayon yangilangan hujjatlarni taqdim etishni va ba'zi hollarda suhbatdan o'tishni o'z ichiga oladi va eng muhimi muddatalar. Belgilangan muddatlarga rioya qilmaslik qo'shimcha imtiyozlardan mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin. Kim xavotir olish kerak? Bir asrash qo'shimcha ijtimoiy yordam oladigan ishlamaydigan nafaqaxo'rlar. Agar siz pensiyadan tashqari quyidagi imtiyozlardan birini yoki bir nechtasini olsangiz, siz qayta ro'yxatdan o'tishingiz shart. Kommunal to'lovlar, elektr, gaz, suv, uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiyalar. Bepul yoki imtiyozli jamoat transporti chiptalari. Masalan, metro, avtobus. Dorixonadan dori vositalarini imtiyozli yoki bepul olish huquqi. Alohida uy-joy sharoitlari yoki ijaraga berish bilan bog'liq maxsus imtiyozlar. Yolg'iz keksa yoshdagi shaxslarga ko'rsatiladigan maxsus ijtimoiy yordam. Masalan, ijtimoiy xizmat xodimi tomonidan ko'mak. Boshqa har qanday davlat tomonidan taqdim etiladigan maxsus nafaqalar yoki imtiyozlar. Bu ro'yxatni sinchkovlik bilan ko'rib chiqing. Agar siz ushbu toifalardan biriga kirsangiz, sizda qayta ro'yxatdan o'tish zarurati bor. 2. Asrash hujjatlari eskirgan yoki to'liq bo'lmaganlar. Agar sizning pasportingiz, pensiya guvohnomangizdagi ma'lumotlar eskirgan bo'lsa yoki oilaviy ahvolingiz, yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, ammo tegishli idoralarga xabar bermagan bo'lsangiz, siz ham xavotir olishingiz kerak. Chunki yangi tizimda barcha ma'lumotlar bazalari sinxronlashtiriladi
va har qanday nomuvofiqlik muammolarga olib kelishi mumkin. Uch asrlik yashash sharoitini o'zgartirganlar. Agar siz yaqinda ko'chgan bo'lsangiz, oilangiz tarkibi o'zgargan bo'lsa, masalan, farzandlar siz bilan yashashni boshlagan yoki aksincha alohida yashay boshlagan, lekin bu haqda tegishli idoralarga ma'lumot bermagan bo'lsangiz, sizning imtiyozlaringiz qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ba'zi imtiyozlar oila a'zolarining umumiy daromadiga qarab beriladi. Shuning uchun bu ma'lumotlar o'ta muhim. Keling, ba'zi aniq misollarni ko'rib chiqamiz. Bir misol. Oybek akaning vaziyati. Toshkent shahrida yashovchi 7 yoshli Oybek aka ishlamaydi. U ikkinchi jahon urushi faxriysi emas, ammo yolg'iz yashaydi va har oy kommunal to'lovlar uchun davlatdan subsidiya oladi. U oxirgi marta 5 yil oldin subsidiyani rasmiylashtirgan va shu paytgacha hech qanday yangilash talab qilinmagan. Endi Oybek aka qayta ro'yxatdan o'tish kerak. Buning uchun u pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qilishi lozim. U bilan birga quyidagi hujjatlar bo'lishi shart. O'zining pasporti, nafaqa guvohnomasi, yashash joyi haqida ma'lumotnoma, dom kiniga yoki kadastr idorasidan olingan zamonaviy shakldagi ma'lumotnoma. Oxirgi 6 oy ichidagi daromadlar haqida ma'lumot agar bo'lsa, lekin u ishlamaganligi sababli uning uchun bu band kamroq ahamiyatga ega bo'ladi. Yolg'iz yashash haqida mahalla fuqarolar yig'inidan tasdiqlovchi hujjat. Agar Oybek aka ushbu jarayonni belgilangan muddatda o'tkazmasa va barcha hujjatlarni taqdim etmasa, uning kommunal to'lovlar uchun subsidiyasi ilmaydan keyin bekor qilinadi. Bu uning byudjetiga jiddiy ta'sir qiladi. Chunki u uchun har oy to'lanadigan subsidiyalar sezilarli yordam edi. Asosiy misol Dilbar opaning vaziyati. Qishloq joyda yashovchi 65 yoshli Dilbar opa nogironligi tufayli nafaqa oladi. U shuningdek davlat tomonidan belgilangan dorilar uchun chegirmalardan foydalanadi. Uning sog'lig'i yoki nogironlik holati o'zgarmagan bo'lsa ham, endilikda u yangi tibbiy xulosaning zamonaviy shaklini taqdim etishi talab qilinishi mumkin. Yangi qoidalar bo'yicha nogironlik darajasini tasdiqlovchi hujjatlar muntazam ravishda yangilanib turishi kerak. Agar Dilbar opa yangi tibbiy tekshiruvdan o'tmasa yoki mavjud xulosasini pensiya jamg'armasiga taqdim etmasa, uning dorilar uchun chegirma bekor qilinishi mumkin. Bu esa uning uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan dorilarni to'liq narxda sotib olishga majbur qiladi. Bu uning imkoniyatlaridan tashqari bo'lishi mumkin. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi yoki kamroq xavotir olsa, bir asta ishlaydigan nafaqaxo'rlar. Agar siz nafaqa olib shu bilan birga ishlasangiz, sizning holatingiz boshqacha. Ko'pchilik qo'shimcha ijtimoiy imtiyozlar ishlamaydigan nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan. Shuning uchun bu o'zgarishlar sizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmasligi mumkin. Ammo shunga qaramay, siz ham barcha ma'lumotlaringiz dolzarb ekanligini tekshirishingizni tavsiya qilaman. 2. Asriq faqat asosiy davlat pensiyasini oladigan nafaqaxo'rlar. Agar siz hech qanday qo'shimcha ijtimoiy yordam, subsidiya yoki imtiyoz olmasangiz, sizning pensiya to'lovingizga bu o'zgarishlar hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Sizning pensiyangiz barqaror va o'zgarishsiz qoladi. Uch aslish yaqinda shunga o'xshash qayta ro'yxatdan o'tish jarayonidan o'tganlar. Agar siz so'nggi 6-10 oy ichida barcha hujjatlaringizni yangilagan bo'lsangiz va qo'shimcha imtiyozlar uchun qayta ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ehtimol sizga hozircha bu jarayonni qayta o'tish shart emas. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, har doim tegishli idora bilan bog'lanib, aniqlik kiritish ortiqcha bo'lmaydi. Chunki yangi qoidalar ilgari talab qilinmagan ayrim hujjatlarni ham talab qilishi mumkin. Ich misol, Ahmad boboning vaziyati. Ahmad bobo 75 yoshda. Nafaqa oladi, lekin ayni paytda kichik bir korxonada qo'riqchi bo'lib ham ishlaydi. U hech qanday kommunal subsidiya, dorilarga chegirma yoki boshqa ijtimoiy yordam olmas edi. Faqatgina asosiy pensiyasini oladi. Uning uchun bu o'zgarishlar bevosita ta'sir qilmaydi. Chunki u qo'shimcha ijtimoiy yordam olmas edi. Uning pensiyasi barqaror qoladi va hech qanday qo'shimcha harakat talab qilinmaydi. Ikkinchi asosiy qism istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik bilmagan noaniq jihatlar mavjud. Ularni tushunish sizga jarayonni muvaffaqiyatli o'tishga yordam beradi. Istisnolar bir asos alohida toifalar, urush faxriylari, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, Afg'on urushi faxriylari va boshqalar, O'zbekiston qahramonlari va ba'zi boshqa alohida xizmatlari uchun davlat mukofotlari bilan taqdirlangan shaxslar uchun
qayta ro'yxatdan o'tish tartibi soddalashtirilgan bo'lishi mumkin yoki ular ba'zi talablardan ozod qilinishi mumkin. Biroq ular ham o'z maqomlarini tasdiqlovchi hujjatlarni yangilashlari yoki ularning ma'lumotlari dolzarb ekanligini tekshirishlari shart. Bu ularning mavjud imtiyozlarini saqlab qolish uchun muhimdir. Masalan, harbiy xizmat yillari uchun olingan maxsus pensiyaga qo'shimchalar ham qayta tekshirilishi mumkin. Ikkinchisi, yaqinda nafaqaga chiqqanlar. Agar siz yaqinda, ya'ni oxirgi 36 oy ichida nafaqaga chiqqan bo'lsangiz va barcha hujjatlarni pensiya jamg'armasiga topshirib, tegishli imtiyozlarni rasmiylashtirgan bo'lsangiz, siz bir muddatga ushbu qayta ro'yxatdan o'tish jarayonidan ozod qilinishingiz mumkin. Lekin bu holatda ham baribir pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, aniqlik kiritish tavsiya etiladi. Tuzoqlar, nimalardan ehtiyot bo'lish kerak? Muddatlarni o'tkazib yuborish. Bu eng katta tuzoq hisoblanadi. Agar siz belgilangan muddat ichida qayta ro'yxatdan o'tish jarayonini yakunlamasangiz yoki kerakli hujjatlarni taqdim etmasangiz, sizning qo'shimcha imtiyozlaringiz avtomatik ravishda to'xtatiladi. Ular keyinroq qayta tiklanishi mumkin, ammo bu qo'shimcha qiyinchiliklar va vaqt yo'qotishga olib keladi. 2. Asterisk to'liq bo'lmagan hujjatlar. Asterisk pensiya jamg'armasiga borishingizdan oldin barcha kerakli hujjatlarning ro'yxatini aniqlab oling va ularni to'liq yig'ib boring. Agar bir hujjat yetishmasa, sizga qayta kelishga to'g'ri keladi. Bu esa vaqt va asabingizni oladi. Ba'zida bitta kichik ma'lumotnoma yo'qligi ham butun jarayonni kechiktirishi mumkin. Noto'g'ri ma'lumotlarga tayanish. Noto'g'ri yoki tekshirilmagan ma'lumotlarga tayanmang. Faqatgina pensiya jamg'armasining rasmiy sayti, mahalliy hokimiyat organlari yoki mahalla fuqarolar yig'inlarining rasmiy e'lonlariga ishoning. Qo'shnilar yoki eshitishimcha kabi manbalardan kelgan ma'lumotlar ko'pincha noto'g'ri bo'lishi mumkin. 4. Ochiq raqamli bo'linish. Ustish ko'plab keksa yoshdagi fuqarolar internet va elektron xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Agar siz hujjatlarni elektron tarzda topshirishingiz kerak bo'lsa yoki onlayn anketalarni to'ldirishingiz kerak bo'lsa, yoshroq oila a'zolaringizdan yordam so'rang. Bu muhim, chunki ba'zi hududlarda aynan onlayn xizmatlarga urg'u berilmoqda. 5. Yashirin qoidalar. Ba'zi maxsus imtiyozlar, masalan, ayrim turdagi nogironlik nafaqalari yoki qishloq joylarda yashovchilar uchun maxsus yordamlar o'ziga xos tasdiqlash talablariga ega bo'lishi mumkin. Ular keng omma orasida unchalik e'lon qilinmaydi. Shuning uchun siz oladigan har bir imtiyoz uchun pensiya jamg'armasi mutaxassisidan aniqlik kiritishingiz shart. Noaniq nüanslar, raqamli integratsiya va ma'lumotlar almashinuvi. Yangi tizim turli davlat idoralarining soliq xizmati, kadastr, Sog'liqni saqlash vazirligi banklar ma'lumotlar bazalarini o'zaro bog'lashni maqsad qilgan. Bu shuni anglatadiki, sizning turli idoralardagi ma'lumotlaringiz bir-biri bilan solishtiriladi. Agar ma'lumotlarda nomuvofiqliklar aniqlansa, masalan, sizning deklaratsiya qilingan daromadingiz bilan soliq bazasidagi ma'lumotlar mos kelmasa, bu qo'shimcha tekshiruvlarga sabab bo'lishi mumkin. Bu jarayonning shaffofligini oshirish va noqonuniy imtiyozlarni oldini olishga qaratilgan. 2. Asosiy oila daromadini baholash. Ba'zi ijtimoiy imtiyozlar uchun, ayniqsa ham ta'minlangan oilalarga ko'mak berishga qaratilganlar uchun. Endilikda uy xo'jaligining barcha a'zolarining umumiy daromadi yanada qattiqroq hisobga olinishi mumkin. Bu degani, siz bilan birga yashovchi farzandlaringiz yoki boshqa qarindoshlaringizning daromadlari ham subsidiyalarga bo'lgan huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Bu haqida aniq ma'lumotni pensiya jamg'armasidan olishingiz shart. 3. Asterisk idoralarga bora olmaydiganlar uchun yordam. Agar nafaqaxo'r kasalligi sababli nogironligi tufayli yoki boshqa jiddiy sabablarga ko'ra pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan bora olmasa, unga yordam berish mexanizmlari mavjud. Bunday hollarda mahalla fuqarolar yig'ini orqali yoki pensiya jamg'armasining o'ziga murojaat qilib, uyga borib xizmat ko'rsatishni so'rash mumkin. Ba'zi joylarda ijtimoiy xizmat xodimlari ham bu borada ko'mak berishi mumkin. Bu muhim nuans, chunki ko'plab keksa yoshdagilar aynan shu muammo tufayli jarayonni kechiktirishlari mumkin. 4. Asterisk mahalla qo'mitalarining roli. Yangi tizimda mahalla fuqarolar yig'inlarining roli sezilarli darajada oshiriladi. Ular nafaqaxo'rlarni xabardor qilish, ularga hujjatlarni to'plashda yordam berish va ba'zi hollarda ular haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlashda faol ishtirok etishi kutilmoqda. Shuning uchun birinchi navbatda o'zingiz yashaydigan mahalla qo'mitasiga murojaat qilish ham to'g'ri qadam bo'ladi.
amaliy maslahatlar, nima qilish kerak? Sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Bu sizga ushbu yangi jarayonni silliq va muammosiz o'tkazishga yordam beradi. Har bir qadamga diqqat bilan e'tibor bering. Men qadam olgan barcha imtiyozlaringizni aniqlang. Eng avvalo, siz o'zingizning asosiy pensiyangizdan tashqari davlatdan qanday qo'shimcha to'lovlar, subsidiyalar, yordamlar yoki imtiyozlarni olayotganingizni aniq ro'yxat qiling. Bular kommunal to'lovlar uchun subsidiya, transport kartasi, dorilar uchun chegirma, uy-joyga oid yordam, yolg'iz keksa uchun nafaqa kabi narsalar bo'lishi mumkin. Bu ro'yxatni qog'ozga yozib olishingizni tavsiya qilaman. Bu sizga qaysi yo'nalishda harakat qilishni tushunishga yordam beradi. 2. Asterisk 2 qadam. Rasmiy e'lonlarni tekshiring. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini muntazam ravishda kuzatib boring. Mahalliy hokimiyat organlarining e'lonlar doskalariga e'tibor bering. Yangiliklar agentliklarining tasdiqlangan rasmiy xabarlariga ishoning. Ba'zi mahallalarda maxsus uchrashuvlar yoki tushuntirish ishlari o'tkazilishi mumkin. Ularda ishtirok etish foydali bo'ladi. Bu sizga eng so'nggi ma'lumotlarni olish imkonini beradi. 3 qadam. Kerakli hujjatlarni yig'ing. Do'st, bu eng muhim qadamlardan biridir. Quyidagi hujjatlar sizga asosan kerak bo'ladi. Ammo sizning aniq holatingizga qarab ro'yxat kengayishi mumkin. Pasportingiz va uning nusxalari. Nafaqa guvohnomangiz va uning nusxasi. Yashash joyingizni tasdiqlovchi hujjat. Masalan, dom kniga varaqasi, vaqtinchalik yoki doimiy ro'yxatdan o'tganingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Ushbu hujjat sizning haqiqiy yashash manzilingizni tasdiqlaydi. Agar siz bilan birga yashovchi oila a'zolaringiz bo'lsa va sizning imtiyozingiz oila daromadiga bog'liq bo'lsa, ularning ham pasport nusxalari va oxirgi 6 oydagi daromadlari haqida ma'lumotnomalar. Bu ma'lumotnoma ish joyidan yoki soliq idorasidan olinishi mumkin. Nogironlik nafaqasi olsangiz yoki ma'lum bir kasallik bo'yicha imtiyozlarga ega bo'lsangiz, asl tibbiy xulosalar yoki asl nogironlik to'g'risidagi guvohnomaning asl nusxasi va nusxalari. Ular dolzarb sanada bo'lishi kerak. Agar siz maxsus toifaga mansub bo'lsangiz, masalan, urush faxriysi yolg'iz keksa, asarisk tegishli maqomingizni tasdiqlovchi har qanday guvohnomalar yoki ma'lumotnomalar. Masalan, mahalla fuqarolar yig'inidan yolg'iz yashashingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va ularning bir nechta nusxalarini tayyorlab qo'ying. 4 qadam. Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki mahalla qo'mitasiga murojaat qiling. Bu yerda faol bo'lish juda muhim. Sizni kutib o'tirmang, o'zingiz birinchi bo'lib murojaat qiling. Pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, sizning aniq holatingiz uchun qanday hujjatlar talab qilinishini so'rang. Bu muhim, chunki har bir holat individual bo'lishi mumkin. Eng so'nggi muddatlar haqida aniq ma'lumot oling. Hujjatlarni onlayn tarzda topshirish imkoniyati bor yo'qligini yoki shaxsan kelish majburiy ekanligini so'rab aniqlik kiriting. Ba'zi viloyatlarda elektron tizimlar allaqachon yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lishi mumkin. Agar sizga qaysidir hujjatni olishda qiyinchilik tug'ilsa, qanday yo'l tutish kerakligini maslahat oling. 5. Asterisk 1 qadam. Agar kerak bo'lsa yordam so'rang. Agar siz o'zingiz barcha jarayonlarni bajarishga qiynalsangiz, uyalmasdan yordam so'rang. Oila a'zolaringizdan, farzandlaringizdan, nevaralaringizdan yordam bering. Ular sizga hujjatlarni to'plashda, onlayn arizalarni to'ldirishda yoki pensiya jamg'armasiga borishda hamrohlik qilishda yordam bera oladi. Mahalla qo'mitalari ko'pincha keksa yoshdagi fuqarolarga bunday masalalarda yordam berish uchun xodimlarga ega. Ular bilan bog'laning. Pensiya jamg'armasi bo'limlarida odatda konsultatsiya stollari mavjud bo'ladi. U yerda sizga barcha savollaringizga javob beriladi. 6 qadam. Barcha hujjatlarning nusxalarini saqlab qo'ying. Topshirgan har bir hujjatingizdan, olgan ma'lumotnomalaringizdan va har qanday rasmiy yozishmalardan nusxa oling va ularni bir joyga yig'ib qo'ying. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni hal qilishda sizning dalilingiz bo'lib xizmat qiladi. Hatto pensiya jamg'armasiga hujjat topshirganingiz haqidagi qog'oz chekni ham asrang. Xulosa va yakuniy chorlov. Bugun biz muhim o'zgarishlar haqida gaplashdik. 20 oydan boshlab nafaqaxo'rlar uchun jiddiy yangiliklar mavjud, ayniqsa qo'shimcha imtiyozlarni oladiganlar uchun. Bu qo'rqqan narsa ro'y berdi. Ammo vahimaga tushmaslik kerak. Tushunish va to'g'ri harakat qilish orqali siz barcha qiyinchiliklarni yengishingiz mumkin. Bu jarayonning asosiy maqsadi ijtimoiy yordamni chinakam muhtojlarga yetkazishdir.
Shuning uchun xavotirlanmang. Ammo hushyor bo'ling va yuqoridagi tavsiyalarimizga to'liq amal qiling. O'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalanishda faol bo'ling. Ushbu videoni diqqat bilan ko'rganingiz uchun sizga katta rahmat. O'z fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning tajribangiz yoki savollaringiz boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Kanalimizga obuna bo'lishni, videoga like bosishni unutmang. Bu bizni kelgusi muhim ma'lumotlar bilan bo'lishishga undaydi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni asrang, sog' bo'ling.